Bu zapis keyinchalik yana Telegramda ham bo'ladi. Davom ettirsangiz bo'ladi. Ha, super. Va to'rtinchi punkt bu o'zingizni bazangiz bilan va remarketing ustida ishlamaslik. Baza bu o'zi nima? Sizni o'sha potensial mijozlaringiz yoki bor mijozlaringizni ro'yxati. Bu haqida ham hali gapirib o'tamiz. Xo'p, endi keyingi punktlarga o'tamiz. Bugungi o'zi mavzuyimiz bu noodatiy vositalar, ya'ni savdoni oshirish uchun noodatiy bo'lgan vositalar. Bundan oldin o'sha noodatiy vositalarga o'tishimizdan oldin ozgina odatiy bo'lgan standart qanaqadir bazaviy vositalar haqida gapirib o'tsak, kursini sotayotganlar yoki endi sotmoqchi bo'lganlar, siz o'zingizni kurslaringizni qanaqa qilib sotasiz? O'shani ham ozgina chatga yozib qoldirsangiz, qanaqa vositalarni siz ishlatasiz? Va shunga qarab biza darsga ketamiz. Kim qanaqa ishlatishini ozgina ko'rib chiqsak. Reklama. Mhm. Albatta reklama bu eng muhim taraflardan biri. Instagram, Facebook targeting. Aha. Da. Endi mana shu odatiy o'sha bazaviy vositalarga o'tadigan bo'lsak, albatta bu mana biz ko'rishimiz mumkin. Usullarga o'tadigan bo'lsak, o'sha targ'ibot usullariga o'tadigan bo'lsak, reklamaga bu birinchi navbatda bu content, ya'ni Reels, albatta bu target hamma ishlatadigan va ishlatish kerak bo'lgan va masalan blogerlar bilan reklama yoki Google, Yandex va hokazo bo'lishi mumkin. Bu albatta o'sha bazaviy bo'lgan narsa sizga trafik, ya'ni odamlarni olib keladigan. Biza bular haqida gapirmaymiz. Bular haqida keyingi vebinarlarimizda hali batafsilroq gapirishimiz mumkin. Biza bulardan tashqari bo'lgan ko'pchilik ishlatmaydigan vositalar haqida gapiramiz. Va mana bitta standart voronkani ko'rishimiz mumkin. Voronka bu o'zi nima degani? Ozgina tushuncha berib o'taman. Agar kimdir bilmaydigan bo'lsa, voronka bu potensial mijoz sizni birinchi marta ko'rgandan, o'sha reklamada birinchi marta ko'rgandan sizni mahsulotingizni sotib olgungacha bosib o'tadigan yo'li. Va mana shu bosib o'tayotgan yo'lida u birinchi navbatda judayam siz uchun va sizni potensial mijozingіз uchun tushunarli bo'lishi kerak va o'sha voronka sizni potensial mijozingizga qanaqadir sizni mahsulotingizda ishonch yaratishi mumkin. Standart o'sha bazaviy voronkaga keladigan bo'lsak, ko'pchilik target yoqadi. Lidlarni qabul qilishadi, ya'ni o'sha o'quvchi sotib olish uchun ariza qoldiradi, ismini, telefon raqamini hammasini qoldiradi va keyin u bilan sotuv menejeri o'tirib telefon qilib bog'lanadi va sotishga harakat qiladi. Masalan, kursingiz agar 5 million, 6 million, 7 million yoki shunaqa qimmat bo'ladigan bo'lsa, ayniqsa shunaqa kursda bo'ladigan bo'lsa, bunaqa voronka ishlamaydi. Nimaga? Chunki ishonch yo'q hali bunaqa qimmat mahsulot sotib olish uchun. Shuning uchun birinchi bizani vositamiz bu albatta voronka. Ya'ni lead magnet orqali voronka. Eslatib o'tmoqchiman. Hozir mana 5 ta vositani hammasini ko'rib chiqamiz. Oxirigacha ko'ring. O'sha Muhammadjon aytganidek, oxirida bizda bitta siz uchun maxsus sovg'a bo'ladi va hozir vositalarni ko'rib chiqishni boshlaymiz. Birinchisi bu lead magnet orqali voronka. Lead magnet bu o'zi nima degani? Bu bepul info mahsulot. Bu sizni qanaqadir kichik kursingiz bo'lishi mumkin, mini kurs yaratishingiz mumkin yoki siz o'zingizni mahsulotingizni olib, o'sha katta kursingizni olib, qaysidir bir modulni, qaysidir bir darsni masalan bepul qilib qo'yishingiz mumkin. Odamlar o'sha sizni mahsulotingiz bilan tanishib olishi uchun. Yoki bu qanaqadir checklist yoki fayl bo'lishi mumkin. Siz eng muhimi sizni bu yerdagi vazifangiz bu potensial mijozlarni sizni mahsulotingiz bilan tanishtirish. Agar voronkani o'ziga keladigan bo'lsak, mana qarang, bu yerda misol ko'rsatilgan Kali Linux asoslari. Bu kiber himoya onlayn maktabi va ular mana shu Linux asoslari degan mini kurs yaratishgan. Va mini kursda mana 1, 2, 3, 4, 5 ta modul ko'rishimiz mumkin, 5 ta dars ko'rishimiz mumkin. Va bu yerda 329 ta odam qo'shilgan va bilib olishi mumkin o'ziga bu o'zi kurs ularga to'g'ri keladimi? Bu spiker ularga yoqadimi? Bu spikerga o'zi ishonch bormi? Qanchalik bu spiker o'zi ekspert? Qanchalik bu onlayn maktabni kurslari yaxshi? Ya'ni shu narsalarni o'zi uchun bilib olishi mumkin. Va agar o'zi voronkaga keladigan bo'lsa, albatta birinchi o'rinda bu reklama.
target bo'ladimi, blogerlar bo'ladimi, farqi yo'q, kontent bo'ladimi. Va mana shu reklama lead magnetingizga olib borish kerak. Sizni asosiy mahsulotingizni sotish uchun emas, lead magnetni, lead magnetga odamlar o'tishi uchun. Lead magnetga o'tish uchun va lead magnetni olish uchun, ya'ni mana shu bepul kursni olish uchun o'quvchilar ariza qoldirishlari kerak. Ya'ni o'zini ismini, telefon raqamini, qoldirgandan keyin ular sizni bazangizga tushishadi. Baza bilan ishlashni ham hali gapirib o'tamiz. Bu yerda ular sizni bazangizga tushadi va undan keyin bazaga tushgandan keyin va mini kursni o'tishni boshlagandan keyin ular asosiy mahsulot uchun progrevatsiya qilishni boshlashadi. Ya'ni o'rganishadi va qanaqadir sizga ko'proq ishonch yaratiladi. Va mana shu ishonch yaratilgandan keyingina siz ularga maxsus offer qanaqadir berishingiz mumkin. Ya'ni maxsus taklif deganimizda bu aynan boshqa hech kim ola olmaydigan, faqat mana shu mini kursni o'tgan odamlar ola oladigan taklif bo'ladi. Bu haqida ham ozgina hali gapirib o'tamiz. Endi voronka qildingiz, lead magnet qildingiz, odamlarni o'tga yurityapsiz. Yuritganingizdan keyin o'sha o'quvchilar ariza qoldirdi va sizni bazangizga tushdi. Ular bilan nima qilish mumkin? Ikkinchi vositamiz bu baza bilan ishlash, ya'ni o'sha potensial mijozlaringizni bazasi bilan ishlash. Birinchi navbatda sotishga shoshilmang. Bu yerda ko'rsatilganki, platformani ichida siz o'quvchi bilan to'g'ridan to'g'ri bog'lanishingiz mumkin va undan otziv olishingiz mumkin. Feedback, otziv yoki uni fikrlarini bilib olishingiz mumkin. Platformaning ichida bog'lansangiz ham bo'ladi yoki sotuv menejeri telefon orqali, chunki telefon raqamini qoldirgan, telefon orqali bog'lanishi ham mumkin va so'rashi mumkin. Bizani mijozlarimizda aynan shunaqa qilinadi. Mana masalan man o'zim test uchun bitta ariza qoldirgan edim. O'sha mini kursni ko'rib chiqdim va undan keyin menga sotuv menejeri telefon qilyaptilarda и уже so'rayapti, mani fikrim qanaqa, qanchalik yoqdimi, yoqmadimi, qanaqa bo'ldi va hokazo. Bundan tashqari SMS yuborish. Ya'ni siz o'sha bazangizga SMS yuborish orqali ham qanaqadir o'zingiz haqingizda ma'lumot berishingiz mumkin. Keyingi punkt bu retargeting. Agar tarjima qiladigan bo'lsak, bu qayta targeting. Ozgina tushuncha berib o'taman retargeting nimaligi haqida. Aytaylik, siz target yoqdingiz. O'sha targetga qanaqadir reklama kreativini qo'ydingiz va target yoqdingiz. Aytaylik, uni 1000 ta odam ko'rdi, masalan, misol uchun. 1000 ta odam ko'rdi va keyin siz mana shu 1000 ta odamni olyapsizda Facebookka aytyapsiz. Mana shu 1000 ta odamga mani reklamamni ko'rsat deb. Faqat mana shularga, boshqalarga emas. Va baza bilan siz xuddi shunaqa qilishingiz mumkin. Ya'ni siz o'zingizni bazangizni olasiz, ro'yxatini olasiz va Facebookka berib aytasizki, mana shu odamlarga mani reklamamni ko'rsat deb. Shunaqa qilib siz o'zingizni bazangizga vaqti cheklangan maxsus oferingizni ko'rsatishingiz mumkin. Maxsus offer deganda bu qanaqadir chegirma bo'lishi mumkin, bonus bo'lishi mumkin va hokazo. Endi o'zingizni sohangizga qarab, o'zingizni kursingizga qarab. O'zi endi shu yerda qo'shib o'tish kerak. Mahsulot va maxsus offer cheklanganligi nimaga cheklangan bo'lishi kerak umumiy holda oladigan bo'lsa, chunki odamlarda FOMO degan his tuyg'u bor. FOMO bu misol uchun sizga qanaqadir taklif berishsa, siz bilasiz, taklif u boshqa qaytarilmaydi. Ertaga boshqa kuni topolmaysiz unaqa taklifni, chunki u juda yaxshi taklif. Chegirma bo'lishi mumkin. Bu yerda aytilgandek, odamlar yokida vaqt soni bo'yicha cheklangan taklif bo'lishi mumkin. Unaqa takliflarni biz maslahat qilishga nimagaki ayni damdagi sotuvlaringizni oshirib berishi mumkin. Misol uchun, endi ko'rgan bo'lsangiz kerak, buni holatlarni oxirgi 10 ta joy qoldi deyshadi. Shunga o'xshagan narsalar deyshadiki, odamlar уже tushunadi. Hozir men ulgurib qolmasam, keyinchalik уже kech bo'ladi. Shuning uchun hozir sotib olishim kerak. Shunaqa takliflarni yaratishingiz sizga aytganimdek, hozirgi holatdagi sotuvlarni oshirib beradi va umumiy konversiyani tezlashtirib beradi. To'ppa-to'g'ri. Hozir chatni ozgina ko'rib chiqamiz. Tak. Lead magnet bo'yicha savol bergan edik. O'sha lead magnet o'zi ishlatadiganlar bormi? Ozgina yozib qoldirsak, plus qoldirsanglar bo'ladi. Ko'ramiz kim qanchalik o'zi shunaqa bepul mahsulotlarni berishini. Bor albatta. Minus. Aha. E-travel blog. E-travel blog. Sizda qanaqa lead magnet masalan?
Super, super. Qo'llanmalar. Super, super. Xuddi shunaqa qo'llanmalarni ham mana masalan yozishyapti. Sayohatga oid bo'lgan qo'llanmalar. Bu ham o'sha lead magnitni juda ham bir yaxshi, juda ham bir yaxshi bo'lgan misoli. Xo'p, keling unda hali chatga yozishinglar mumkin. Ya'ni keyingi vositalarni o'sha ko'rayotganimizda tahlil qilib chiqishimiz mumkin. Savollaringlar bo'ladigan bo'lsa javob berishimiz mumkin. Unda biza hozir keyingi punktga, keyingi vositamizga o'tamiz. Bu promokodlar. Nimaga? Chunki biza hozir aytib o'tdikki, mana 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 shu joyda aytib o'tdikki, vaqti cheklangan maxsus offer. Va mana shu maxsus offerni endi qanaqadir qilib texnik jarada texnik sifatida hammasini tizimini sozlash kerak. Sozlayotganda biza promokodlar orqali buni qilishingiz mumkin. Ya'ni o'sha promokodlarni qanaqa qilib ishlatish mumkin? Aytganimizdek o'sha maxsus offer uchun bitta ko'rishingiz mumkin. Masalan, hammasini siz o'zingiz sozlab chiqasiz. 15% chegirma aytaylik yoki 100 marta faqat bu qo'llanishi mumkin. Hammasiga nom berib, vaqtini hammasini cheklab qo'yishingiz mumkin. Bu birinchi sposob, birinchi usul. Ikkinchisi bu promokodlar yana nima uchun kerak bo'lishi mumkin? Siz nafaqat o'zingizning reklamangizga, balki blogerlar yoki hamkorlar bilan ishlayotganda ham o'sha reklamalarga ham siz promokodlarni qo'shishingiz mumkin. Menimcha hamma promokodlarni hamma joyda ko'rishgan, boshqa reklamalarda, boshqa sohalarda promokodlar juda ham mashhur narsa. Va mana shu promokodlarni ham siz o'zingizning kursingizga qo'llasangiz bo'ladi. Birinchisi o'zingiz auditoriyangiz maxsus offer uchun, ikkinchisi blogerlarni yoki hamkorlaringizni auditoriyasiga maxsus offer berish uchun. Va bundan tashqari siz ko'rib turasizki, qaysi blogerdan qancha o'quvchi sizga kelganini. Va shunga o'xshab, shunga qarab siz bilasizki, shu bloger o'zini oqladimi, siz tikkan pul o'zini oqladimi yoki yo'qmi. Analitika bo'lib turadi. Va uchinchisi, promokodlar orqali yana nima qilish mumkin? Bu o'quvchilar uchun referral dasturi. Bu nima degani? Aytaylik, sizni o'sha o'quvchilaringiz bor va o'quvchilaringizga sizni kursingiz rostdan ham yoqsa va ularga rostdan ham natija beradigan bo'lsa, siz ular o'zini do'stlariga sizni kursingizni tavsiya qilish uchun ozgina bir motivatsiya berishingiz mumkin. Ya'ni, mana shu mani kursimni agar mana shu promokod orqali do'stlaringga tavsiya qilsang, biza unga chegirma beramiz. Aytaylik, 15% chegirma beramiz yoki 10% chegirma beramiz. Sanga esa biza bonus qilib, masalan, konsultatsiya yoki nimadir boshqa yana nimadir bonus qilib beramiz. Ya'ni bu yerda referral dasturi ishlashni boshlaydi. Chunki o'quvchilaringiz agar sizga loyalniy bo'ladigan bo'lsa, o'sha programma loyalность deyiladi yana. Agar sizga ular loyalniy bo'ladigan bo'lsa, sizga ishonishadi va sizdan minnatdor bo'ladigan bo'lsa, menimcha bu ham yaxshi ishlashi mumkin. Chunki biz ko'rishimiz mumkinki, shunaqa loyalniy bo'lgan auditoriya, loyalniy bo'lgan mijozlar undan ham zo'r mijozlarni o'zi bilan olib keladi. Buni уже davom ettirsak bo'ladi. Mana bu yerda shartlarni aytib o'tdik. Keyingisi Mhm. adashmasam tarifikatsiya edi. Ha, bo'ldi. Unda keyingi hozir chatni qarasak, qanaqa Chat chatda? hozircha joyida. Savollar yo'q. Aha, bo'ldi. Savollar yo'q, bo'ldi. Unda ketdik. Keyingi vositaga o'tamiz. Endi keyingi vositamizda bu tariflar bilan to'g'ri ishlash. Hozir hop, tariflar bilan to'g'ri ishlash. A, Tariflarni, price'ni to'g'ri qo'yish bu judayam, ayniqsa kurslarda bu judayam muhim tarafi. Ularni o'sha hammasini sotuvlarni oshirish uchun to'g'ri taqsimlash, to'g'ri ajratish bir-birisidan judayam muhim taraf bo'ladi. Bu yerda misol keltirilgan Registon onlayn maktabini misoli, ularda qaysidir bir kurs bor edi. Kursdan ikkita tarif ko'ryapmizki, bittasi bulut, ikkinchisi chaqmoq 290 mingga va 390 mingga. Ular qanaqa qilib o'sha tariflarni bir-biridan ajratib qo'yishgan. Birinchisi
Bu ular turli tarifga har xil kontent qilib qo'yishgan. Mana bu yerda ko'ramizki, 290 milliy kursda sal kamroq imkoniyatlar, sal kamroq darslar bu kursga qaraganda. Va bu yerda yana nimani ko'rishimiz mumkinki, agar aytaylik, men mana shu kursni oldim, 290 milliy kursni oldim, writing kursi ekan, IELTS bo'yicha. Mana shu darslarni ko'rdimda, menga yoqyapti darslar, hammasi zo'r, lekin nimadir yetishmayapti. Bu tarifga qarayapmanda, mana shu masalan feedback yoki yana nimadir bu tarifda yo'q narsalar menga yetishmayapti. Va men bilganimdan keyin, ishonch hosil bo'lgandan keyin mana shu kurslarda o'zimni tarifimni kuchaytirishga qaror qildim. Ya'ni upsell deyiladi, qo'shimcha sotuvlar. Masalan 290 mingdan men yana 100 ming to'ladimda mana shu tarifga o'tib oldim. Boshida ozgina ishonchim kamroq edi, menga to'g'ri keladimi yo'qmi, shuning uchun 290 millini oldim. Va keyin ishonchim komil bo'lgandan keyin men keyingi tarifga o'tib 390 milliy tarifni уже sotib oldim. Ya'ni siz tarifdan tarifga o'tishni, ya'ni upsell qilishni oldindan o'ylab chiqishingiz sizga juda ham katta yordam bo'ladi. Agar shunaqa qilib, agar shunaqa qilib o'zingizni tariflaringizni qiladigan bo'lsangiz. Lekin bu yagona usul emas, o'sha tariflarni bir-biridan ajratishga. Masalan, yana kimdir qanaqa ishlatadi? Ko'rishimiz mumkinki, to'lash usuli bo'yicha ham turli tariflar qilishingiz mumkin. Bu boshqa bir maktabni misoli. Bu yerda kontent bir xil. Ya'ni hamma tariflarda ko'rishingiz mumkinki, bir xil kontent, bir xil hammasini shartlari. Lekin narx har xil. Nimaga? Chunki mana bu yerda ko'rishingiz mumkin, 6 million 930 mingga kurs sotib olsa bo'ladi, agar bir martalik to'lov qilsa. Agar bitada 6 million 930 ming to'laydigan bo'lsa, o'quvchi, demak, u mana shu tarifni 30% chegirma bilan sotib olishi mumkin mana shu kursni. Lekin agar ikki martalik to'lov qilaman desa, kursni o'sha bo'lib to'lashga olaman desa, narxi 6 million 900 emas, 7 million 900 bo'ladi. Va keyinchalik bu skrinda ko'rsatilmagan, keyinchalik mana 3 martalik to'lovga masalan yana 8 million 900 shunaqa ko'rsatilgan. Va siz ham o'zingizni agar kontentingizni turli qila olmaydigan bo'lsangiz yoki qilmoqchi bo'lmasangiz, siz mana shunaqa qilib bo'lib to'lashga har xil shartlar qilib qo'yishingiz ham mumkin. Ho'p, endi bo'lib to'lash haqida dedingiz. Bu yerda chatda ham bitta savol keldi. Qimmat sotish haqida ham gapirib o'ting. Ho'p, bu yerda endi уже qimmat sotayotgan bo'lsangiz, hozir aytadigan instrumentimni bilasiz, ko'pincha bilsanglar kerak, hozir chatda o'tirganlar. Bu bo'lib to'lash usuli. Biz o'zimiz analitika qilib boramiz. Biz bilan ishlab kelayotgan maktablar bo'yicha, ularning auditoriyasi bo'yicha qanaqa tarzda kurslarni xarid qilishadi. Ya'ni, misol uchun 100 ta o'quvchi bo'ladigan bo'lsa, biz shu xulosaga keldikki, agarda sizni kursingiz 1 million so'mdan balandroq bo'ladigan bo'lsa, bu уже qimmat darajadagi kurslarga hisoblanadi. O'zbekistonda o'rta auditoriyasi bo'yicha olib qarayapman va shunda agarda 100 ta sotuvingizdan agar bo'lib to'lash tizimi bo'lmasa, sizda 80 ta sotuvingiz bo'lmay qolar ekan. 80% auditoriya bizda hozir bo'lib to'lashga olyapti va bu hozir normal holat bo'lib qolgani uchun sizda ham bo'lib to'lash tizimi normal bo'lishi kerak. Ya'ni bir martalik to'lov bo'lishi kerak yokida bo'lib to'lashlik. Shu holatda sizda 5 baravariga sotuvlaringizni v teoriya oshirishingiz mumkin bo'ladi. Endi qanaqa o'zi bo'lib to'lash tizimlari bor degan savolga javob berib o'taman. Ha, mana bu yerda Mhm. meni 4 million so'mlik 4 million. so'mdan sotmoqchiman deyapsiz. Da. Bu Bo'lib holatda to'lashga sotadiganlar bormi o'zi? bo'lib Da, to'lashga. hozir. Bo'lib to'lash tizimi sizlar bilan integratsiya qilinadi. Hozir aytib beramiz. Mhm. Unda 4 million so'mga yetib bizda o'taman-da, bo'lib to'lash ulaganingiz 4 million so'mga juda yaxshi ketadi. Hozir v основном o'rtacha bozori onlayn kursdagi narxi o'rtacha 4 million so'mdan 6 million so'mgachada. Agar sizda 4 million so'm bo'lsa, bo'lib to'lash ulab qo'yganingiz yaxshi. Mhm. Tak. Salon davom ettirsak bo'ladi. Yana savollarni ko'rib chiqamiz. Bo'lib to'lash tizimi qanaqa va platforma bilan qanaqasi integratsiya qilingan? Mana ekraningizda ko'rib turganingizdek, Uzum bank bor, Alif bo'lib to'lash nasiya tizimlari bor. Bularni hammamiz bilamiz. Uzum nasiya, Alif nasiya bular odatiy tizim bo'yicha ishlaydi. O'quvchi sizni kursingizni bo'lib to'lashga oladi shu tizimlar orqali. Shunda o'quvchi bankka qarzdor bo'ladi. Bank esa sizga to'g'ridan to'g'ri to'lab beradi. Adashmasam o'rtacha 7 kunlik period ichida.
Ya'ni buni plyusi sizga bank to'g'ridan to'g'ri birdaniga to'lab berishi. Minusi bank ishtirok etgani uchun bankning o'zini talablari bor. Talablar degani misol uchun odatiy talab bu 21 yoshdan oshganligi, ofitsial daromad источники bo'lishi, kartadagi oboroti. Shunga qarab bank nasiya beradi. Agarda bulardan bittasi bo'lmasa, nasiya bermay qolishi mumkin. Ya'ni o'quvchingiz nasiyaga kursingizni xarid qila olmay qolishi mumkin. Buni yechimi bor. Ya'ni shunaqa talablarni oldini olib o'tish yechimi bu Exodni ichidagi ichki bo'lib to'lash tizimi bor. Bu tizim orqali siz o'quvchilaringizga рассрочка bersangiz bo'ladi. Bu рассрочка foizsiz bo'ladi va bank ishtirok etmaganligi uchun hammaga bu рассрочка beriladi. Misol uchun deylik, man o'quvchingiz bo'ladigan bo'lsam, man kartamni ulayman va siz aytgan period, misol uchun 6 oy davomida 1 million so'mdan to'lab boraman. Shunaqa tarzda tizimni o'zi avtomatik yechib oladi va hamma to'lovlar sizga kelib tushadi. Buni minusida ba'zi maktablarga to'g'ri kelmashi mumkin, chunki bank to'g'ridan to'g'ri to'lab bermaydi. O'quvchi to'lagan summasi sizga kelib tushadi. Lekin plyuslari ozgina ko'proq bo'lib turibdi, chunki hammaga рассрочка bergani uchun ko'proq o'quvchilarga рассрочка berish imkoniyati bo'lyapti. Так, shu yerda sразу savolga javob berib Chatta o'tsak. savol kelgan ekan. Mana bunda banklar bilan do'govor qilamizmi yoki sizlar bilanmi? O'zimiz integratsiyasida yordam beramiz. Banklar bilan do'govor qilinadi, lekin do'govor protsessida sizda deylik vaqt ketmaydi. Sizdan faqat qanaqadir spisak dokumentov talab qilinadi. O'sha yuridiический лицо bo'lishingiz haqidaligi va shu bilan boshqa e, byurokratiya tomonlarini desa bo'ladi, qog'ozli tomonlarini o'zimiz olib o'tamiz. Lekin sizga o'sha kassa ulangan bo'ladi. Kassa ulangan degani har bitta to'lov o'quvchini to'lovlari sizni bank счетingizga kelib tushadi. Ya'ni bu yerda platforma ushlab qoladigan summasi bo'lmaydi. Keyingi savol, mening kursimning zerikarli, shuning uchun ichki bo'lib to'lash tizimini yaxshi natija bersa kerak. Ha, shunaqa. Agarda endi zerikarli deganda u unchalik показатель emas, chunki u yo'nalishingizga bog'liq. Shohjahon aka, imkon bo'lsa, qaysi yo'nalishingizda kurs qilishingizni aytib o'tadigan bo'lsangiz, qaysi fan yokida qaysi kasb bo'yicha kurslar qiladigan bo'lsangiz, shundan kelib chiqib aniqroq aytishim mumkin edi. Zerikarlik вообще влиять qiladimi, yo'qmi? Mebelchilar uchun SMM kursi. Aha, aha, ming bor uzr. Hali yozgan ekansiz, e'tibor bermay qolman. Mebelchilik uchun SMM kursi bu da SMM deydigan bo'lsa, mana bu современный kasblarni oladigan bo'lsa, ozgina kontent tomonlama qiziqligi kerak. Misol uchun ingliz tili bo'lganda, misol uchun matematika yo'nalishlari bo'lganda, unaqa chuqurligi, именно kontent tomonlama qiziqligi unchalik muhim bo'lmasdi. Asosan ma'lumot edi. Bu yerda endi SMM baribir ham konkurensiyasi balandroq. Shuning uchun qiziqligi muhim. Lekin baribir ham aytib o'tishim kerak, siz qanaqa kursni предоставить qilishingizga bog'liq. Kursni taqdimot qilishingizga bog'liqda. Agarda man o'quvchi sifatida sizni ekspertligingizni bilsam, ya'ni boshida aytib o'tganimizdek ishonchingiz bo'ladigan bo'lsa, ya'ni o'quvchida sizni kursingizga ishonchi bo'ladigan bo'lsa, shunda qanchalik qiziq bo'lishidan qat'iy nazar bemalol sotib olishadi. Ya'ni bu yana birinchi mavzuga qaytamiz. Agarda o'quvchingizda ishonchingiz bo'lmasa, lekin baribir zerikarli bahs bo'lishi bilan u sotuvingizga влиять qilmaydida. Paid community uchun to'lib bormi? Da, paid community qilib bersa bo'ladi. Endi u o'sha chuqurroq yana ko'rib chiqamiz, xudo xolasa. Lekin aytmoqchimanki, paid community qilsa bo'ladi. Telegramda yoki boshqa joylarda bemalol qilib bersak bo'ladi. Hozircha savollar bo'lmasa, davom ettirsak bo'ladi, Abdulaziz. Oxirgi savolga javob berib o'tsak, to'lamasa nima bo'lishini va shuni ko'rib, shu mavzuni tugatamiz va keyingi mavzuga o'tamiz. Bo'ldi, O'quvchi bo'ldi. to'lamasa nima bo'ladi? Savol uchun rahmat. To'lamasa, endi birinchidan tizim o'zi yopiladi. Tizim o'zi yopiladi deganda man hozir ichki to'lov haqida aytyapman. Ichki to'lov deganda man agar bo'lib to'lashga platforma orqali sotib oladigan bo'lsam, manda tizimga dostуп yopiladi. Tizimga dostуп yopilgandan keyin man ta'limimni davom ettira olmayman va SMS tarzida menga eslatmalar kelishadi. Misol uchun deylik, man bugun to'lay olmay qolgan bo'lsam, keyingi bir necha kun davomida menga eslatishadi, что siz to'lay olmadingiz, ta'limga kurs dostupingiz yopildi va shu bilan davom ettira olmaysiz. To'lab qo'ying, чтобы kursni davom ettirish uchun. Shunaqa tarzda o'quvchidan kontentni o'zi ayriladi. Shunda u ham davom ettira olmaydi agar to'lov qilmasa. Uzun bank alif holatlariga keladigan bo'lsak, agar o'quvchingiz uzum orqali to'lov qiladigan bo'lsa, lekin to'lov qila olmasa, endi u уже bankni o'zi bu pulni undirib oladi. U уже bankning ishi, xudo xolasa u muammosiz chiqib kelish kerak bo'ladi. Tak, Bu o'zi bankni muammosi. Endi keyingi hozir mavzuga o'tsak, keyin yana agar savollar bo'ladigan bo'lsa, hammasini ko'rib chiqamiz. bo'ldi. Hozir biza asosiy mana shu ko'pchilik ishlatmaydigan o'sha noodatiy vositalarni to'rttasini ko'rdik. Hozir beshinchisini ham ko'rib chiqamiz. Reklama haqida ham ko'plab savollar bo'layotgan ekan, hozir ko'rgan edim. Reklama haqida ham hali boshqa vebinarda
batafsil gaplashamiz. Biza hozir aynan mana shu asosan kursi borlar uchun asosan o'sha kurslarni sotayotgan va kurslarni yanada kuchaytirmoqchi bo'lganlar uchun mana shu vositalarni ko'ryapmizki, keyingi mana shu punktimiz analitikaga bog'liq. Keyingi mana shu analitika punkti haqida ko'radigan bo'lsak, bu aynan sizni o'quvchilaringiz bo'ladigan bo'lsa, o'sha potensial mijozlaringiz yoki mijozlaringiz bo'ladigan bo'lsa, ularga juda ham foydali bo'ladigan punkt. Ya'ni bu yerda biz nimani ko'ramiz? O'quvchilarni siz platformadagi harakatlarini kuzatishingiz mumkin. Bu sizga qanaqa yordam bo'lishi mumkin? Birinchi navbatda mahsulotingizni kuchaytirish uchun. Ya'ni siz o'quvchilaringiz kursingizni qanaqa qilib o'tayotganini ko'rib turasiz. Qanchalik tez uga vazifalarni bajarishyapti, qanchalik ularga osonmi, qiyinmi, qanchalik tez kursni o'tishyapti o'zi, qayerda to'xtab qolishyapti yoki platformada qancha vaqt o'tkazishini va hammasini ko'rib turasiz. Bu sizga o'zingizni mana shu programmangizni, o'zingizni darslaringizni o'quvchi tomonidan o'sha uni statistikasi bo'yicha o'quvchi tomonidan ko'rib turishga va o'zingizni kursingizni kuchaytirishga yordam beradi. Va ikkinchi mahsulotdan tashqari bu albatta marketingni kuchaytirish. Chunki siz o'quvchilaringizni analitikasini ko'rganingizdan keyin ular haqida, maqsadli auditoriyangiz haqida ko'proq ma'lumot olasiz va tushunasizki, qaysi darslar yaxshi ketyapti, qaysi darsda masalan bo'lmayapti yoki uyga vazifalar va hokazo. Va shunga qarab siz o'zingizni marketingingizni ham, o'zingizni reklama kreativlaringiz yoki kontentingizni ham u yerda ham ishlatishingiz mumkin. Bundan tashqari mana bu yerda skrinshot ko'rsatilgan bu kursni kartochkasi. Va mana shu yerda ko'pchilik masalan darslar onlayn kurslarni sozlayotganda hali Muhammad hammasini ko'rsatib chiqadi keyslarda sozlayotganda kursni kartochkasini mana shu yerga o'quvchilar tushadida ular hammasini ko'rishni boshlaydi. Masalan, qayerga qarayapti, mana buni o'qiyaptimi yo'qmi, qanchalik ko'p vaqt mana bu shu matnni o'qishga ketkazyapti yoki videoni ko'ryaptimi, qayerlarga bosyapti, qayerlarga kiryapti, ya'ni hammasini ko'rasizda. O'zingiz uchun o'zingiz uchun bilib olasiz, qaysi punktlar yaxshi ishlayapti, qaysi punktlar yaxshi ishlamayapti. O'quvchilarni e'tiborini kuzatish orqali. Ya'ni hozir mana asosiy bloklarni hozir ko'rib chiqdik. Agar sizda yana o'sha savollaringizlar bo'ladigan bo'lsa, mana shu chatlarda ko'raman, hali yozishyapti. Hozir oldin biza bitta maktabni misolini ko'rib chiqamiz. Mana shu ko'rib chiqqan vositalarimiz, ya'ni ozgina qaytadigan bo'lsak, lead magnet, baza bilan ishlash, promokodlar, tariflar va bo'lib to'lash va analitika haqida gapiradigan bo'lsak, hozir hammasini bitta maktabni misolida hammasini ko'rib chiqamiz. Muhammad, unda yo'qsiz bo'ladi. Qadam Education maktabi misolida hammasini ko'rsatamiz. Tak, hozir Bularni qanaqa qilib ishlatishni. translyatsiya ekran ko'ringan bo'lsa, sekin boshlasak bo'ladi. Da, Xo'p, zo'r. Qadam maktabi qadam. ochig'i ko'p joyda qadam haqida aytamiz. Sababi o'zimiz to'ldirishda yordam berganmiz. Birinchidan, ikkinchidan, haqiqatan realni funksionallarni hammasini ishlatishga harakat qilishadi. Bu juda yaxshi, chunki biz funksionalni ta'lim qildikmi, uni maksimalni ishlatsangiz, xudo xohlasa, sotuvlaringiz ham oshishini kutsangiz bo'ladi. Aytganimdek, bular kasb bo'yicha kurslar qilib borishadi. 14 ta kurs bor, lekin mana bu vkladkaning ichida yana 15 ta. Umumiy holda platformada 28 ta, 29 ta kurslari bor. Endi hali ko'rib chiqqanimizdek, qanaqa instrumentlarni bular ishlatishda va qay tarzda. Mana bu yerda ko'rib turganingizdek, bepul degan teklik kurslar ko'p. Uzum Start, SMM Start, Target Start. Bu juda yaxshi narsa. Bu lead magnet, hali aytganimizdek, ya'ni bepul kurs yaratishgan va o'quvchilar shu yerga kirib ishonch yarata oladiki, shu maktabda o'qisa bo'ladi deb. Misol uchun, mana bu Uzum Start kursini ochib ko'radigan bo'lsak, tak oldin aytib o'taman, mana bu ko'rib turganingizdek 8700 ta o'quvchi bor. Bepul kursga kirgan. Ya'ni bepul kursga odamlar yana qiziqadi, chunki bu nafaqat bepulni xohlaydigan auditoriyani jalb qiladi, balki umumiy holda ishonch hosil qilmoqchi bo'lgan odamlarni ham bu yerga olib kirib olsangiz bo'ladi. Xo'p, kursni ochdik, nimani ko'rsak bo'ladi? Kursning nomi Uzum Start, tematikasi, obloshkasi bo'ladi va shu bilan opisaniyasi bo'ladi. Ya'ni bu kurs nima haqida, kimga to'g'ri keladi, qanaqa garantiyalari bor, shularni yozib o'tsangiz bo'ladi. Promo rolik bo'ladi, men bu opisaniyaga qo'shimcha. Bu yerda 3 minutga yetmagan video rolik. Juda maslahat qilaman, imkoningiz bo'lsa, shunaqa video yozishingiz. O'zi marketingda
ingliz tilida aytadigan bo'lsa Yevropada, Amerikada ishlatib kelinayotgan juda aktiv narsa VSL degan narsa bor. VSL oddiy til bilan tushuntirganda bu sotadigan video. Sotadigan video kimga to'g'ri keladi, qanaqa garantiyalari bor, nimaga sotib olishingiz kerakligi haqida tushuntirib beradigan videoni shu yerda joylashgan. Ko'rib turganingizdek, mana bu tarkibida 3 ta dars bor. Dars ko'p emas, shuning uchun o'quvchi charchamaydi, bemalol ko'rib chiqishi mumkin. Va mana bu o'qishni boshlash degan tugmasi bor. Man agarda o'quvchi sifatida mana shu tugmani bossam, manda telefon raqamimni kiritishga so'rab qoladi. Deylik, men telefon raqamimni kiritdim. Shu bilan mana bu yerda уже ro'yxatdan o'tib olishim mumkin va darsimga kirib olaman. Ya'ni bu nimaga qilyapti? Men nomerimni qoldirdim, men bepul darsimni oldim o'quvchi sifatida. Siz esa maktab sifatida mana nomerimni oldingiz, keyinchalik menga telefon qilib yoki Telegramda yozib, umuman holatda oladigan bo'lsa aloqaga chiqib turib, menga kursingizni taklif qilsangiz bo'ladi. Shu bilan birinchidan menda Litmagnit o'tganim uchun ishonch paydo bo'ldi. Ikkinchidan sizda man ma'lumotlarim bor. Tabiiyki menga maxsus offer bersangiz bo'ladi. Maxsus offer esa mana bunaqa tarzda ko'rinadi. Mana bitta uzun start deyilgan bepul kurs uchun bularni pulli kurslari ham bor. Uzun market 0 dan natijagacha. Bu holda ko'rib turganingizdek, bu yerda ham оформление bo'lgan. Bu yerda aytmoqchi bo'lganim, hali ko'rib chiqqan instrumentlarimizdan maxsus offer bor. Menga promo kod beriladi, chegirma taklif qilinadi, chunki men bepul kursni tugatdim. Bundan tashqari yana qanaqa instrumentlar ishlatilgan? Mavjud tariflar degan joyda bu yerda 3 ta tarif bor. Qimmat, arzonroq va eng arzon tariflari. Bularni har bittasini farqi ham yozilib chiqilgan. Ya'ni har bitta tarifda nima kiradi, qanaqa farqlari bor va kimga qaysinisi to'g'ri keladi. Bundan tashqari bo'ladi bo'lib to'lash tizimi ham bor. Ya'ni shu instrumentlarni ishlatganligi sababli mana bu yerda ko'rib turibsiz, uzun startga 8700 ta o'quvchi kirgan bo'lsa, pulli kursiga 1300 ta o'quvchi kirgan. Ya'ni bu aynan marketing tomonlama, sotuvli tomonlama, onlayn ta'lim tomonlama juda yaxshi konversiya hisoblanadi. Juda yaxshi konversiya sizga ham to'g'ri keladi, sizga ham bo'lsa yomon emas desa bo'ladi. Juda yaxshi konversiya bu tabiiyki sotuvlaringiz oshgan, marketingga xarajatlari pasaygan hisoblanadi. Endi bu tabiiyki funksional tomonlama aytadigan bo'lsa, bu platformaning ichidagi funksionali. Bundan tashqari bir nechta qator funksional bor. Hozir buni prezentatsiyaga qaytib ko'rsatib o'tamiz. Agar yoqib yuborsangiz. Telegramga hozirgi video darslikni tashlab qo'ying. Men ishlarim chiqib qoldi. Sizlarga Bo'ldi, ishondim. bo'ldi. Tashlab Albatta qo'yamiz. tashlab qo'yamiz. Abdulaziz, Chiqamiz, prezentatsiyani chiqamiz. ko'rsangiz. Ha, prezentatsiyaga qaytamiz. Mhm. Chatni o'qib qoldim. Yana bitta savol kelgan ekan. Bunga sal keyinroq unda javob berib o'tamiz chatga. Bu yerda savollar ko'p. Na, Xudo xohlasa bugun ko'rib chiqamiz hammasini. na. Endi hozir mana shu Qadam Education misolida hammasini ko'rib chiqdik. Hammasini ko'rsatib chiqdi. Va bundan Keling tashqari endi men bor da. gapingizni bo'lib qo'ydim. Aha. Bitta slaydimiz qolib ketdi. Agar bitta oldinga qiladigan bo'lsangiz. Tushungan? Da. Yo'q, Mhm. oldinga, keyingisiga. Keyingisiga. Aha. Da. Yana qani. Shu yerda. Kurslar yuritish bo'yicha imkoniyatlar. Ya'ni hozir biz qisman ko'rib chiqdik, platformada ishlatilgan imkoniyatlar boshqasini. Lekin bundan tashqari siz sotuvlaringizni oshiradigan hozirgi holatdagi funksional bor. Endi ko'pincha odamlar e'tibor qilmaydiganlarini shu yerga terib qo'ydik, lekin e'tibor qilmaganga yarasha bu yerda natijasini yaxshi berib qo'yadigan funksionallar bor. Birinchisi umumiy kassalar orqali to'lovlarni avtomatik qabul qilish. Bu nimaga kerak? Katta ehtimol bilan bo'lgan bo'lsa kerak, sizga misol uchun o'quvchi kechasi yozadi, ishdan tashqari bo'lgan vaqtda yozadi va siz birdaniga javob bera olmaysiz. O'quvchi odatda yozgan bo'lsa, u ishtiyoq bilan yozadi-da. Ishtiyoq bilan yozgan odam tezroq sotib olishi mumkin. Lekin agarda siz 1 soatdan keyin, 2 soatdan keyin ertasi kuni javob beradigan bo'lsangiz bo'ldi. O'quvchini yo'qotdingiz hisob. U juda katta konversiyani kesib qo'yadi. Shunga sizga avtomatik to'lovlar juda kerak deb hisoblasangiz bo'ladi. Shunga bizni platforma tomonlama ulab berishimiz mumkin bo'lgan tizimlardan Payme, Click, Uzumbank ulab beriladi. Bu bir martalik to'lovlar, bo'lib to'lashlar bo'lishi mumkin. Va o'quvchi avtomatik to'lov qilib, o'zi darsiga kirib oladi. O'zi birinchi darslarni ko'rib oladi va sizda уже ma'lumotlari bo'ladi. Misol uchun ertasi kuni yana aloqaga chiqish uchun bu zaruriyati bo'lsa. Keyingi sotuvlaringizni oshirishi mumkin bo'lgan narsa, bunga umuman e'tibor qilmaydi, lekin uyga vazifalar. Uyga vazifalar sizga muhim. Agarda rejangizda bo'lmasa, ya'ni programmangizda, tarkibingizda bo'lmasa, qo'shib o'tganingizni maslahat qilaman. Nimagaki, hali Abdulaziz aytib o'tdilar, referal tizim degan narsa bor. Referal tizim, deylik, o'quvchilaringiz bo'ladigan bo'lsa, o'quvchilaringiz kursingiz haqida gapirishi uchun kursdek bo'lishi kerak. Kurs odatda endi odamlarni fikri bo'yicha
darslar sifatli bo'ladi. Bu tabiiyki biz ishonamiz, sizni ekspertligingiz yetadi, juda kuchli. Lekin bundan tashqari aytib o'tishim kerakki, uyga vazifalar bo'lsa, ular sifatli qurilgan bo'lsa, o'quvchi yana ham chuqurlashadi. Platformaga, darslaringizga o'tishiga chuqurlashgan sari kursingiz bilan yashashni boshlaydi. Yashashni boshlagan odam boshqalarga ham tavsiya qiladi. Shuning uchun platformada 10 dan ortiq imkoniyatlar bor. Funksionalni platformani o'zi tekshiradi. Avtomatik tekshirgandan keyin sizda faqat savollariga javob berish qoladi. Oxirgi imkoniyat shaxsiy menejer. Endi imkoniyat bizani ustunligimiz desa bo'ladi. Shaxsiy menejer imkoniyati. Shaxsiy menejer sizga maktabingizni tayyor holatiga olib kelib beradigan odam hisoblanadi. Hali qadamni ko'rib chiqdik. O'sha shaxsiy menejer qadamni platformada yig'ib bergan desa bo'ladi. Sizdan faqat darsliklar kerak, ularni nomlari kerak bo'ladi. Shu bilan уже biz o'zimiz tayyor holatiga keltiramiz. Sizdan faqat sotuvlarni boshlash qoladi xolos. Endi baribir ham bu hamma funksional emas. Xudo xohlasa bularni chuqurroq ko'rib chiqishimiz uchun biz individual prezentatsiya o'tkazib beramiz. Individual deganda biz hozir hammaga o'tkazib berayotgan bo'lsak, sizni shaxsiy holatlaringiz, marketing tomonlama, sotuvlar tomonlama, savollaringizni hammasini shaxsiy ko'rib chiqamiz. Endi buni keyinchalik aytib o'taman, qanaqa prezentatsiyaga, taqdimotga registratsiya qilish mumkinligini, ro'yxatdan o'tish mumkinligini. No, hozircha endi biz shu yerda savollarga to'xtalib o'tsak yaxshi bo'lardi deb o'ylayman. Agar Ha, qarshi mana bo'lmasanglar. funksional bo'yicha savol kelgan ekan. Mhm. Exot platformasi va CRM tizimlari integratsiyalari haqida qisqacha tushuntirib o'tsangiz. Masalan, Exotning ichki CRM tizimi, Ama CRM, Bittrex kabi tizimlar bilan integratsiya. Integratsiya qilsa bo'ladi. Umuman olganda platforma именно Exotni holatiga oladigan bo'lsa, hamma platformalar bilan integratsiya qilsa bo'ladi. Hamma deganda, ular agar ochiq bo'lsa integratsiyaga, ular bundan oldin qaysidir joyga integratsiya qilgan bo'lsa, biz ham ularga integratsiya qilib borishimiz mumkin. Bittrex, Ama CRMlarga bemalol u bir kun emas, bir soatning ichida bo'ladigan narsa o'sha shaxsiy menejer sizga qilib beradi. Sizdan faqat shu zapros kerak bo'ladi, xolos. Zapros deganda, menga shu narsani integratsiya qilib ber desangiz bo'ldi. Biz o'zimiz integratsiya qilib beramiz. Yana savollar bo'ladi. Ko'rib chiqsak bo'lar edi. Hop, hop, hop. Tak. Tak. Hozircha 5-10 daqiqa savollarga javob berib boshqalariga o'tadigan bo'lsak, da уже keyingisiga da o'tsak bo'ladi. boshqalarini hali ko'rmayapman. Tak, 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 tak. Tak, bu yerda javob berib o'tishibdi. Xo'p, unda keyingi punktga o'tsak bo'ladi. Hozircha agar savollar bo'lmaydigan bo'lsa, Muhammad. Tak, bir soniya. Shu savollar yo'q ekan, Mhm, davom ettirsak bo'ladi. mhm. Xo'p, Ha. endi imkoniyatlarni ko'rib chiqdik. Menejerlar qanaqa ishlashi, sotuvlaringizni oshirish yo'llarini ko'rib chiqdik. Lekin biz boshida aytganimizdek, o'sha prezentatsiyani umumiy ba'zi orangizda bo'lsa kerak, odamlar kutib turishgan bo'lsa kerak. E, Bizani sovg'amiz, maxsus taklifimiz bundan oldin onlayn ta'limda bo'lmagan taklif. Hozir oranglarda bizani aktiv mijozlarimiz bo'ladigan bo'lsa, bilasiz, bunaqa takliflar bo'lmagan. Yaqin orada bilishim bo'yicha bunaqa takliflar bo'lmaydi. Biz hozir nima taklif qilmoqchimiz? 3 oy davomida siz baribir ham maktabingizni zapus qilasiz. Darslaringizni yuklashi o'zi tez bo'ladi, maktab tayyorlanishi tez bo'ladi, lekin sotuvlaringizni boshlash, o'quvchilaringizni kursini tugatib olish, ular bilan muloqot qilish va umumiy sotuvlarni oshirib olish. O'rtacha bizni ko'rishimiz bo'yicha boshqa maktablar holatida 3 oycha vaqt kerak bo'ladi. Shuning uchun biz 3 oylik paketlar, 3 oylik tariflarga umumiy holda 25% lik chegirma taklif qilamiz. 25% lik chegirma katta chegirma bo'lgani uchun, bundan oldin bunaqa takliflar bo'lmagani uchun biz hozir faqatgina endi bizga aytishlari bo'yicha 3 kunlik imkoniyat berishimiz mumkin. 3 kun davomida shu tariflarni, paketlarni bron qilib, joyingizni egallab olishingiz mumkin. 24-oktyabrgacha. Bundan keyin bunaqa chegirmalar bo'lmaydi-da. Shunga imkon qadar e'tiborli bo'lamiz. Hozir tushuntirib o'taman, qanday qilib bu chegirmalarni joyini olib qo'yish mumkin. Keyingisiga o'tsak. Tak. Mhm. Xo'p, endi Ozgina tariflar haqida chuqur tushuntirib batafsil. o'taman. Tariflarda qanaqa summalar bor? Endi baribir ham tanimaydigan platformani odamlar bo'lishi mumkin. Ekspert tarifi bor, ekspert, akademiya va akademiya max tariflari bor. Bular asosan funksional bo'yicha ajraladi. Funksional bo'yicha deganda buni alohida biz sizga yuborib qo'yamiz. Sizdan faqat Telegramda aloqaga chiqishingiz qoladi. Xohlasangiz o'zimiz ham aloqaga chiqishimiz mumkin. Xo'p, ekspert tarifi, akademiya maxni chuqurroq tushuntirib o'tamiz. Lekin summalariga keladigan bo'lsak, 670 ming so'm chegirma bilan. Bundan oldin chegirmasiz 890 ming so'm edi. Ya'ni oyga siz har oy 890 ming so'mdan to'lar edingiz, lekin agar hozir joyingizni band qiladigan bo'lsangiz, 670 ming so'mlik chegirma bilan
o'sha boshlab olsangiz bo'ladi. Akademiya holatida chegirma sal kattaroq, 1 million 490 ming so'm edi, lekin hozirgi chegirma bilan holatiga 1 million 120 ming so'mga xarid qilsangiz bo'ladi har oylik to'lov holatida. Va Akademiya Max holatiga bu juda sezilarli darajadagi chegirma desa bo'ladi. 2 million 190 ming so'm edi, lekin agarda hozir chegirma bilan kirsangiz 1 million 640 ming so'mlik chegirma bilan oyga to'lovi bilan o'sha boshlab olsangiz bo'ladi. Akademiya Max juda katta maktablar uchun ishlatiladi, lekin agar siz rejangiz kattaroq maktabga aylanishga, hozirgi vaqtda sotuvlaringizni oshiraman deyotgan bo'lsangiz, uch Akademiya Max tanlaganingiz yaxshi. Endi buni batafsil har bitta tarifi bo'yicha biz o'zimiz shaxsiy taqdimotda ko'rsatib o'tamiz. Shunga hozircha faqat shuni bilib o'tsangiz muhim bo'ladi. Keyingisiga o'tsak, endi tabiiyki endi summasidan tashqari kimlarga summasi yetarli bo'lmashi mumkin chegirma sifatida. Shunga biz qo'shimcha imkoniyat sifatida shaxsiy menejerni taqdim qilmoqchimiz. Shaxsiy menejer bizda hamma tariflarda ham yo'q. Hamma tariflarda ham bor emas. Shunga misol uchun ekspert tarifini oladigan bo'lsangiz, akademiya tarifi, akademiya max tarifini oladigan bo'lsangiz ham shaxsiy menejer bo'ladi bu safar. Lekin bundan tashqari shaxsiy menejer maktabni tabiiyki sozlamalari, darslaringizni yuklashdan tashqari bizda qo'shimcha funktsionalga ega bo'ladi. Agarda siz hozirgi taklif bo'yicha, chegirma bo'yicha kiradigan bo'lsangiz, sizda shaxsiy menejer sizga konsultatsiyalar o'tkazishi mumkin. Sotuvlar bo'yicha, marketing bo'yicha bu sizga nima beradi? Misol uchun sotuvlaringizni boshladingiz, sizda nimadir yoqmayapti. Siz tushunmayapsizki, nimagadir sotuvlaringiz bo'lmayapti yoki sotuvlaringiz bo'layotgan bo'lsa ham sizni qoniqtirmayapti. Shunaqa holatlarda o'zi shaxsiy menejerga murojaat qilasiz, nimaga bo'lmayapti, analiz qilib bering deydigan bo'lsangiz, sizga bir kun ichida analiz qilib turib, bitta sozvon qilishadi va chuqur hamma yog'ini ko'rsatib chiqishadi. Mana bu yerda xatolik bo'lishi mumkin, mana bu yerda ustida ishlasangiz bo'ladi deb turib, hammasini ko'rsatib beradi. Shunaqa shaxsiy menejer imkoniyati bo'ladi sizda. Xo'p, endi bu joyizni band qilib qo'yish uchun nima qilishingiz kerak? Joyizni band qilish uchun 3 ta qadam bor. Birinchisi, biz hozir Telegram kanalga bizani Telegram yordamchisi userini qoldirib o'tamiz. Telegramda yozasiz. Mana bu yerda Exodbiz support bo'ladi. O'sha Telegramda ham topa olsangiz bo'ladi. Murojaat qilasiz, menga ma'lumot kerak deysiz. Siz bilan o'sha 30 daqiqalik o'sha individual prezentatsiyani vaqtini belgilab olishadi va shu prezentatsiya davomida savollaringizga javob berishadi. Umumiy holda platformani imkoniyatlarini ko'rib chiqasiz va sizni уже boshqa maktablarga, sizni misol uchun yo'nalishingizdagi maktablarni misolini ham ko'rsatib o'tishi mumkin. Uchinchi qadam, o'sha prezentatsiya o'tgandan keyin bo'ldi. Maktab yaratiladi, sizda 7 kunlik demo dostуп bo'ladi. Demo dostуп degani sinov periodi. Kirasiz, o'sha maktab yaratiladi, darslar yuklanadi, siz уже tayyor holatga kelasiz. Tayyor maktabingiz bo'ladi. Siz просто sinab ko'rsangiz bo'ldi. Sizdan faqat darslar kerak bo'ladi. Shuning uchun imkon qadar Telegram kanalda aktiv bo'lamiz. Hozir agar qarshi bo'lmasangiz, savollarni ko'rib chiqsak. Ha, Telegram akkauntimizga o'sha havolani yubordik. Telegram kanalga. Hozir ko'rishingiz mumkin. Agar Telegram kanaliga kirsangiz, o'shda yubordik. savollar Savollarni ham bo'limiga savollar o'tsak. bor ekan, ikkita uchta. Tak, O'shanga ham javob berib o'tsang. platformada foydalanish uchun yuridik shaxs bo'lish kerakmi? Shartmi? Yo'q. Umuman yuridik shaxs bo'lishingiz shart emas. Platforma tomonlama talablar yo'q. Bunaqa siz hozir agar fizik litso bo'ladigan bo'lsangiz, fizicheskiy litso bo'ladigan bo'lsangiz, bemalol kirib ishlashni boshlasangiz bo'ladi. Lekin oldindan aytib o'tishim kerak, keyinchalik bo'lib to'lash tizimlari, kassalar, paymelar, boshqalarni ulayman deydigan bo'lsangiz, menga bular kerak bo'ladi deydigan bo'lsangiz, keyinchalik kerak bo'ladigan narsa kamida o'zini o'zi band qilgan shaxs statusi. Agar o'zini o'zi band qilgan shaxs status bo'ladigan bo'lsa-da, samozanit bo'ladigan bo'lsa, shu bilan bemalol bo'lib to'lash ham ulasak bo'ladi, klik paymelarni ham ulasak bo'ladi. Shaxsiy menejer bo'lmasa o'zimiz darsliklarni kirita olamizmi? Bemalol video qo'llanmalar bo'ladi. O'zingiz kirib o'sha sozlab olsangiz bo'ladi. Endi bundan tashqari demoqchimanki, hozirgi oferimizda, hozirgi taklifimizda sizda baribir ham shaxsiy menejer bo'ladi. Ya'ni sizda holat yo'q. Agar har qanaqa tarif tanlashingizdan qat'iy nazar, sizda shaxsiy menejer bo'ladi. Agar xohlasangiz, o'zingiz ham sozlab ko'rmoqchi bo'lsangiz, o'rganmoqchi bo'lsangiz, bemalol qo'yib berishimiz mumkin. Instruksiyalar hammasi ko'rsatib berilgan bo'ladi. Tak, chegirma amaldagi bor maktabda amal qiladimi? Da, amal qiladi. Xudo xolasa, uni aloqaga chiqadigan bo'lsangiz, taqdim qilib beramiz. Tak, strukturani va video darslikni sizlarga yuborsak, o'zingiz yuklab berasizmi? Xuddi shunday. Tak, Shohjahon aka, xudo xolasa, o'zimiz yuklab beramiz. Sizdan faqat materialni o'zi bo'lsa bo'ldi. Shu aytganingizdek, struktura va video bo'lsa, qolganini o'zimiz qilib beramiz. Marketing haqida qachon zoom bo'ladi? Endi bu Abdulazizga savol bo'ladi. Xudo xolasa,
endi kanaldan chiqmay turasiz. Abdushukur aka, Да. xudo xohlasa bu narsa taqdim qilamiz. O'sha kanalda xudo xohlasa chiqmay tursangiz, o'sha ma'lumotlarni berib o'tamiz. Hozircha aniq emas, lekin yaqin orada bo'ladi. O'quvchilar Shu platforma. shu- shu bo'yicha savolim bor edi. Mhm, Marketing deganda sizga aynan nima qiziq? Qaysi mavzu qiziq? Agar shu mavzularni ham yozib o'tsanglar, hozir sizga qiziq bo'ladigan mavzularni ham yozib o'tsanglar, biza ekspertlarni ham hali chaqiramiz va boshqa ekspertlar bilan onlayn maktablarda ishlaydigan ekspertlar bilan ham birga vebinar qilishga harakat qilamiz. Mavzularni yozib qo'ysanglar, Telegramga yozsanglar bo'ladi yoki hozir chatga yozsanglar bo'ladi. Biz o'zimiz uchun bilib olishimiz mumkin. mhm. Digital marketing va sotuv qilish. Yana Xo'p. bitta savol bor Aha. ekan. O'quvchilar platformada ekran zapis qilsa qanday choralar ko'riladi? Juda yaxshi savol, Shohrux aka, rahmat kattakon. Mm. Zapis deganda, birinchidan platformani o'zini himoyasi bor. Himoyasi deganda zapis ekranni qilib olishga, tam skrinshot qilishga. Hozir biz translyatsiya qilyapmiz. Agarda bizni shu himoyasi yo'q maktabga kiradigan bo'lsak, biz hozir translyatsiyamizni ko'ra olmaysiz. Ya'ni translyatsiya o'chadi, chunki tizim ko'radiki, bu video kimlarga ko'rsatilyapti deb. Ya'ni kontent tomonlama himoya bor. Birinchidan, ikkinchidan, akkaunt tomonlama desa bo'ladi, himoya bor. Akkaunt tomonlama deganda, deylik, Shohrux aka, man sizni o'quvchingizman. Kursingizni sotib oldim. Menda akkauntga do'sti bor. Login parol bor. Tabiiyki, man o'sha login parolni tanishlarimga yuborsam bo'ladi. O'shani oldini olib o'tirgan tizimni himoyasi bor. Lekin uni chuqurroq ko'rib o'tamiz. Xudo xohlasa, shaxsiy prezentatsiyaga registratsiya bo'ladigan bo'lsangiz, ko'rsatib o'taman. Amalda qanaqa u ishlaydi, qanaqa himoya imkoniyatlari bor. Lekin bundan tashqari qo'shimchasiga 3-darajadagi himoyasi bo'ladi. Oferta qo'shib o'tish imkoniyati bo'ladi. Oferta deganda o'quvchi ro'yxatdan o'tayotganda обязательно o'sha knopkasi bo'ladi. Men shu talablar bilan roziman degan. Shu talablar bilan roziman degan tugmasini bosadigan bo'lsa, sizni dokumentingiz bilan qo'l qo'ydi degan hisoblanadi. Qo'l qo'ygandan keyin tabiiyki, agarda u kontent tarqalib ketadigan bo'lsa, sizda avtorskiy pravoga o'xshagan huquqlaringiz bo'ladi. Ya'ni u odamdan o'zingizni talablaringizni talab qilsangiz bo'ladi. Kurs ommaga qanday targ'ib qilinadi? Mhm. Exo tarafdan. Exo tarafdan Zafar aka, afsuski hozircha marketing desa bo'ladi. Endi marketing deydigan bo'lsa, hozircha marketing bilan shug'ullanmaymiz. Sababini aytib o'taman, chunki baribir biz O'zbekiston bo'yicha 1 yildan beri ishlab kelyapmiz. 1 yildan beri ishlab kelayotgan bo'lsak, tushunamizki, baribir mahsulot tomonlama, kurslar tomonlama talablar bilan talablarga yanada chuqurlashib, platformani maksimal sizni talablaringiz, auditoriyangiz, o'quvchilaringiz talablariga keltirib berishimiz uchun biz hozir ko'proq platformaga fokus qilyapmiz. E'tibor qilyapmiz. Shuning uchun xudo xohlasa, endi marketing bo'ladi. Marketing tomonlama biz yordam qilishga harakat qilamiz, lekin hozircha faqat konsultatsiya sifatida o'zimiz maslahatni berib borsak bo'ladi. Lekin to'g'ridan-to'g'ri reklama nastroykasida hozircha ochig'i imkoniyatimiz yo'q. Lekin baribir ham sinalgan o'sha biz bilan ishlab kelayotgan marketing bo'limlari yoki sotuv menejerlariga bizni yo'naltirib yuborishimiz mumkin, чтобы siz ular bilan aloqaga chiqib o'sha ishni boshlab olishingiz uchun. Biza vosita beramiz, ya'ni o'sha platformamiz orqali vosita beramiz va siz mana shu vositalar bilan mana shu vositalarni ishlatishingiz mumkin Mhm. va qanaqadir savollaringiz bo'ladigan bo'lsa yoki qiyinchiliklar bo'ladigan bo'lsa, har doim albatta shaxsiy menejer bilan gaplashib, hammasini ko'proq o'sha sotuvlarni qilish uchun hammasini ularni ustida ishlatishingiz mumkin. Aha. Mobil ilova haqida aytib o'taman-da. Mobil ilova bor. Xudo xolasa, bu hozir tekshiruvdan o'tyapti. Hozir qidiradigan bo'lsangiz, Play Market App Store'larda chiqmasa kerak, lekin tekshiruvdan deganda biz yangi update chiqardik. Update'ni platforma imенно ilovani o'zini yangiladik. Shunga u tizimlar, u plashatkalar tekshirib o'tyapti. Tekshirib o'tishi bilan endi taxminan maksimum bir haftaning ichida chiqadi deyishyapti. Chiqishi bilan biz o'sha anons beramiz Telegram kanallarda boshqasida, siz уже yuklab olsangiz bo'ladi. Oxirgi savolga javob berib o'tamiz. Shu bilan уже sekin yakunlansak bo'ladi. Exot platformasida o'zidan sotuv Sotuv uchun uchun landing landing page page. bor, akajon, Mhm. bor. Xudo xohlasa, uni sozlab beramiz. Уже sekin sotuvlaringizni boshlasangiz bo'ladi. U qidirganda ham Google'da, Yandexda qidirganingizda ham chiqib keladigan qilib bersak bo'ladi. Muhimi, o'sha lучше prezentatsiyaga kelganingiz yaxshi, maslahat qilaman. Shu prezentatsiyada Mhm. shaxsiy tarzda уже ko'rsatib o'tamizda, landing page qanaqa ko'rinadi, boshqa sozlamalar qanaqa qilinadi, siz sotuvlaringizni qanaqa oshirish mumkinligi haqida uni gaplashib Mhm. o'tamiz. Bizada o'zi tariflar, mana siz ko'rgan bo'lsangiz, ekspert, akademiya max hammasi ko'rsatilgan. A, Har xil o'zi turli o'sha auditoriyaga turli o'quv onlayn maktablarga yoki onlayn kurslarga qilingan o'sha
mana shu tariflar va turli, masalan, ekspertlarga yoki SMM bo'yicha kurs bo'ladimi yoki kimlardadir til kurslari bo'ladimi, ingliz tili yoki matematika yoki ko'p kurslar bo'ladimi va hokazo. Endi hammada har xil. Shuning uchun bizada endi hamma uchun har xil narsalar juda ham muhim. Masalan, botni avtomatlashtirish muhim, botni uyga vazifalarni qilish muhim, boshqa joyda yana qaysidir narsa muhim. Va shuni agar o'zingiz uchun hamma kerak bo'ladigan, muhim bo'ladigan narsa bo'lsa, o'sha Telegram akkauntimizga yozing. O'shda individual prezentatsiya qilib, hammasini ko'rib chiqamiz. Sizga aynan nimalar muhim bo'lishini, sizga aynan nima yordam berishini hammasini ko'rib chiqamiz. Eng ko'p savol berganlarga ham sovg'alar bormi? Albatta, hammasini. Gap yo'q. Rahmat, rahmat. Savollaringiz uchun katta rahmat. Tak, yana bitta savol Abdushukur akadan. Jismoniy shaxs bo'lsa, offlayn dars uchun uzun bank bilan bog'liq to'lashga shartnoma qilsak bo'ladimi? Muhammadjon, shunga ham qarab o'rsiz. Hamchi chatga javob beryaptilar. Chatda javob beryaptilar. Uzun bankni o'zi ishlamaydi. Men bor uzr, hozir mikrofon o'chiq Da, ekan. bo'ldi. Aytganimdek, Katta ko'rdik. bu yerda uzun bank oladigan bo'lsa yoki alif nasiyani oladigan bo'lsa, ularni o'zini talablari bor. O'zini talablar deganda, misol uchun, uzun bankda kamida YTT bo'lganingiz yaxshiroq bo'ladi. Ulash uchun qulayroq bo'ladigan narsa. Yokida o'sha MChJ yoki boshqa darajadagi yuridik shaxs bo'lishingiz shart bo'ladi. Endi ularni talablari biz bo'lganimizda, tabiiyki, bunaqa talablar qo'ymasdik, lekin ular shunaqa talab qiladi. Baribir ham tekshirish kerak. Qanaqa оборот bo'lyapti, qanaqa u kompaniya bormi? Shundan kelib chiqib, ular ham рассрочка bera oladi. Xo'p, unda bugungi vebinarimizni tugatamiz. O'sha oxiriga kelib qoldi. Barcha mavzularni hammasini ko'rib chiqdik. Tugagandan keyin biz albatta o'sha zapisini yuboramiz. Taqdim